tovarlarni kirim qilishni ko'rib chiqamiz. Sotib olish va saqlash, xaridlar, kontragentdan kelib tushgan. Shu yerda hamma kirimlarimizni, nakladnoylarini spiskasi bo'ladi. Ularni sanasini, summasini va kontragentni ko'rib chiqishimiz mumkin. Kontragentlar bu bizga tovarlarni olib keladigan firmalar, agentlar bo'ladi. Yaratishni bosib, yangi nakladnoyni yaratamiz. Masalan, Red Team MChJ tanlasak, saqlashni bosib, yangi kirimni ichiga kiramiz va tovarlarimizni urib chiqishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, yaratilgan tovarlarimiz chiqib keladi. Ularni miqdorini to'ldirib, qiymatini, ya'ni kirim narxini va sotuv narxini yozib chiqamiz. Va saqlashni bosamiz, qo'llash. Shu yerning o'zida agar kiloli tovarlarni kiritish kerak bo'lsa, biz nomini yozib kiritishimiz mumkin. Ularni miqdorini biz kiloda yechishimiz ham mumkin. Masalan, 4,5 kilo, 7 kilo, 6 kilo, 220 gram. Shu yerning o'zida kilosiga narxini yozamiz. Va sotuv narxini yozamiz. Shu yerning o'zida tovarlarni sразу yaratib ketirishimiz ham mumkin. Nomenklaturani tanlash va yaratishda serverdan import qilish yoki yaratish. Masalan, nomini yozamiz, guruhini tanlaymiz, qog'oz va ikki pulsi. Oxirida shtrix kodlarga kirib, shtrix kodini uramiz. Bundan tashqari, agar tovarda shtrix kodi bo'lmasa, IN13 yaratishni bosib, yangi shtrix kodni yaratishimiz mumkin. Saqlash bosamiz va yangi tovarimiz yaratilgan. Bundan tashqari, serverdan import qilishni ishlatishimiz mumkin. Bu yerda tovarni shtrix kodini urib qo'ysak yetarli bo'ladi. Shu yerning o'zida tovarni tanlaymiz va boshqa tovarlarni ham kiritib ketirishimiz mumkin.
Bu yerda sразу kerak emaslarni ham olib tashlashimiz mumkin. Saqlashni o'rniga o'chirishni bosib qo'llash va tovarlarimizni to'ldirib ketamiz. Qo'llashni bosib yakunlashimiz mumkin. Yakunlash uchun bu yerdagi galochkani bosib tasdiqlaymiz. Va ostatkalarimizga bunday kirim narxi bo'yicha shuncha dona yoki shuncha kilo tovarlarimiz kiritilgan bo'ladi. Bundan tashqari qarshi tomonning qaytishiga kirishimiz mumkin va muddati o'tgan yoki vazoratga ketadigan tovarlarimizdan qaytimini qilishimiz mumkin. Masalan, yaratishni bosib kontragent tanlaymiz. Va qaytarilayotgan tovarimizni tanlashimiz mumkin. Miqdorini yozamiz va qiymatini. Shuni saqlab tasdiqlaymiz. Va ostatkamizdan 2 dona Coca-Cola chiqib ketgan bo'ladi va unisiga puli qaytarilgan bo'ladi.